16 iyun kuni Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda soliq islohotlarining samaradorligi, joylardagi holat va sohadagi kamchiliklar tahlil qilindi. Yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosi bo'yicha Namangan viloyati soliq xizmati idoralarida amaliy ishlar tashkil etilyapti. Soliq tizimidagi islohotlardan kuzatilgan asosiy maqsad soliq ma'murchiligini soddalashtirish, tushumlarni oshirish emas, balki soliq to'lovchi manfaatini ta'minlash, ochiq va ishonchli muhit yaratish orqali tushumlarni oshirishdan iborat. Videoselektor yig'ilishida soliq tizimidagi asosiy vazifalar ham belgilab berildi. Xususan, yer, mol-mulk va suv soliqlarini mahalliy byudjetda qoldirish, mahallabop soliq ma'murchiligini joriy etish, uyma-uy yurib undirish amaliyotidan voz kechib, ommaviy tushuntirish va huquqiy madaniyatni oshirish orqali to'lovlarni qonuniy va ixtiyoriy to'lashga o'tish kabi masalalar batafsil muhokama qilinib, soliq to'lash majburiyat emas, konstitutsiyaviy burch ekanligini keng targ'ib etish zarurligi uqtirildi. Joriy yil 16-iyun kuni davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham yer, mol-mulk va suv soliqlarini to'lashga juda ko'plab vaqt sarflanayotganligi ta'kidlab o'tildi. Bizga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri soliq to'lash madaniyatini oshirish, aholiga soliq to'lashni tushuntirishlar orqali undirish. Namangan shahri misolida ko'radigan bo'lsak, mahallabay ishlash tizimi joriy etilishi natijasida joriy yilning o'tgan davr mobaynida tovar aylanmasi amalga oshirmayotgan 301 ta subyektlarda tushuntirish ishlari, targ'ibot ishlari olib borish natijasida 1,126 million so'm qo'shimcha manba aniqlanib, byudjetga tushirilishi ta'minlandi. Bugun soliq mobil ilovasi May soliq uz orqali elektron to'lov imkoniyatlari aholi va tadbirkorlik subyektlariga soliq to'lash tartibi bo'yicha tushuntirish, huquqiy targ'ibot ishlari yanada kuchaytirilmoqda. Viloyat mahallalariga soliq xizmatining 280 nafar mas'ul xodimi biriktirilgan. Soliq bazasini kengaytirish, ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlarni aniqlash, o'z-o'zini band qilgan fuqarolarni kichik biznes toifasiga o'tkazish, mahalladagi soliq muammolarini joyida hal etish mahalla soliqchilarining asosiy faoliyat yo'nalishlari sanaladi. Darhaqiqat, bugun soliqchilar ma'muriy binolarda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri mahallalarda tadbirkor va fuqarolar orasida ish olib bormoqda. Bu esa soliqqa oid savollarga tezkor javob berish, byurokratiya va ortiqcha tekshiruvlardan voz kechish, davlat va fuqaro o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash imkonini bermoqda. Soliq islohotlari endi raqamlashtirish, ochiqlik va aholi bilan muloqot asosida amalga oshirilmoqda.